Amerikadagi Uyg'urlar yig'ib olish lageri shohidlari va yerlik kishilar birlashgan davlatlar tashkilotlarining Nyu-Yorkdagi binosi oldida yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yo'lga qo'yayotgan irqiy qirg'inchilik va ocharchilik qirg'inchiligiga norozilik bildirdi. Nyu-York davr maydoni oldida faoliyat o'tkazgan namoyishchilar Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan qilmishlarini erkin dunyo va demokratik davlatlar o'tirg'i qo'yish kerakligini, hukumatlarning Xitoyning qilmishlarini surishti qilish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoyda harbiy siyosiy o'zgarish yuz berganligi va Xitoy raisi Shi Jinpingning nazarband ostida tuttirilayotganligi haqidagi xabarlar ijtimoiy taratqularning kun tartibiga aylandi. Amerikada yashayotgan Xitoy jurnalist Zhang ommaviy taratqularda harbiy mashinalarning sinalg'usini ham bakirlab, Xitoy harbiy mashinalari 22 sentabr Beijingga qarab ilgarilamoqda. Mashina atritining uzunligi 80 kilometr. Shuning bilan bir vaqtda Shi Jinping ba'zi armiya amaldorlari tarafidan qo'lga olindi va nazarband ostida turyotdi dedi. O'qituvchi guruhlarga yaqinligi bilan tanilgan jurnalist Zhangning so'zlari rasmiy manbalar tarafidan isbotlandi. İşğaliyatçı Xitoy rejimi yillardan beri icra qilayotgan islom dinini xitoylashtirish razil planini davomli cho'nqurlashtirishni planlagan. Xitoy siyosiy maslahat kengashi gazetining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy xalq siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yang 20 sentabr Beijingda atalmış Xitoy islom jamiyatining 11 navbatlik vakillar kengashi yig'inida yangi tayinlangan jamiyat amaldorlari bilan ko'rishgan va islom dinini xitoylashtirish siyosatini texnik cho'nqurlashtirishni ta'kidlagan. Xitoy 2016 yildan boshlab zulmni kuchaytirayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda Qur'on, hadis va sonsizlagan diniy asarlarni ko'ydirdi. Tumanlagan masjidlarni chiqavatdi yoki vayron qilib o'rniga boshqa qurilishlarni soldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Nyu-Yorkda ko'rishgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, Blinken Wang Yi'ni Rossiyaga yordam berish masalasida ogohlantirgan. Agar Beijing Moskvani qo'llagan taqdirda, buning cho'qim bir oqibati bo'ladiganligini aytgan. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi o'zlarining Rossiya fuqarolarining kelishiga munosabatlik vaziyatni yaqindan kuzatadiganligini va og'ir xatarlar yuz berganda xalqaro va davlat qonunlari doirasida zo'r tadbirlarning qo'llaniladiganligini bayon qildi. Ministrlik e'lon qilingan yozma bayonotida Qozog'istondagi bir qism fuqarolarning Rossiyadan kelganlarning ko'payishidan andish qilayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika, Angliya, Avstraliya va Yangi Zelandiya qatorliq 4 davlat birlikda Tinch okeanidagi Fijida o'tkazgan harbiy manevrga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarning bu vaqtgi savoliga javob berganda, biz aloqador davlatlar o'rtasida normal mudofaa ishlari hamkorligini qanot yaydirishga qarata boshqacha fikrda bo'lmaymiz. Lekin aloqador hamkorlik uchinchi tarafga qartilmasligi kerakligini, boshqa davlatga qartilgan manevrga qat'iy norozilik bildirganligini ifodalagan.